O'zbekistonda yangilik do'stlar, tomga loy bosish davri o'tdi. Pulingiz ham yoningizga qoladi, yozda muzday bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Ustadan ham yutasiz, xarajatdan ham, kundan ham har tomonlama yutasiz. Bu Yevropada, Rossiyalarda ommalashgan, O'zbekistonga yangi kirib keldi. Kim birinchilardan foydalanadigan bo'lsa, narxi oshmasdan foydalanib olinglar. Hozir bu haqda batafsil ma'lumotni G'ayrat akamdan bilib olamiz. Assalomu alaykum. G'ayrat aka, suyimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yangilik narsa ko'pchilikka. Buni tushuntirib bering. Nima foydasi bor eskilikni o'rniga buni qilishdi? Hop, aka, tomni ko'pchilik tomga yaxshi urg'u bermaydi-da. E'tibor bermaydi. Tom deydi, loyidan somondan bosib qo'r deydi. Aka, asosan issiq sovuq tomdan chiqib ketadi. Tomdan bo'ladi. Misol, qishda misol sovuq bor-ku, yaxshi bosmaydi-da. Ha. Uyingiz istalmaysiz, har qancha o'tyapsiz ham. Tomdan chiqib ketsa issinmay foydasi yo'q. Mo yozda issiq o'tib ketyapti-yu. Ha. Asli yub qo'yib qo'ygan hisobiga, yorilgan hisobiga aka o'tadi. Endi bu aka loyidan afzalligi 5-6 bor yengil bo'ladi loyidan. Loydan yengil. Keyin buni orasida qurt qumuqlar, hasharot, kalamish, chiqon bo'lmaydi aka, chayon bayanlar bo'lmaydi. Ha. Hatto bo'lganiga aka nima bo'lardi? Buni qo'ygandan ustida bemalol yuraverasiz aka. Nima edi ana yonadi, ponadi, chiriydi degan narsalar bo'lmaydi aka. Qanaqa uylar bu? Mana bunga nima qamish solinmagan boshqa qilib qanaqa qilinadi? Bu vasa qoqilgandan keyin buni materialimiz bor aka, para izolyatsiya deydi. Ha. Mana shu hovuzda material. Mana shu quyga vasali bo'lgandan keyin mana shu steplar qatiramiz. Demak, tayda nimasi bor? Vassasi bor. Vassasi bor, ha. Boshqa cho'rnisi bor, cho'rni patolaydi. Nima kerak emas? Hech nima kerak emas. Qamish kerak emas. Qamish, korobka, kerak solinmaydi aka. Kunidan ham yutamizmi loy qilgandan ko'ra lomboz? Aka, xudo xohlasa, bir kunda 200 kg qo'yamiz. Bir kunda 200 kvadrat qo'yamiz. Firma tomlar bo'lsa ham qilyapmiz aka, plita bosilgan bo'lsa, loy bosilgan bo'lsa, lomboz qilingan, yorilib ketgan joylar bo'lsa ham qo'yib beryapmiz aka. 1-2 yildan keyin hali yurganda uqalanib, changga aylanib ketadi, unaqa narsa yo'q. Hozir ustida bemalol yuraverasiz, oyog'ingiz motodan bo'lmaydi, mustahkam bo'ladi. Bu hali yonadi, ponadi, bu narsalar degan kommentda ham yozishyapti menga. Aka, buni ustida qo'yib olib qurigandan keyin shashlik qilsangiz ham bo'laveradi. Tomga chiqib olib, shashlik pishirib yesangiz ham bo'laveradi. Hali nima yonadigan narsa bo'lmaydi aka. Pena beton xizmati deyapmiz, a? Pena beton deyapmiz, tomga pena beton bosish xizmati. Polga ham qilib beraverasizlar. Polga aka, zaska qilingan bo'lsa, yo plitadan ustidan bo'lsa, lazerni unga qo'yib, tekizlab qo'yib beramiz aka. Lazerga qo'yib. Ishonch hosil bo'lish uchun G'ayrat aka. Tarkibi nimadan iborat? Odamlarimiz xotirjam qildirib oladi. Sement bo'ladi, o'zining maxsus nimasi bo'ladi, penasi bor buni. Necha yuz marka sement ishlatasiz? 500 marka, 450 marka sement ishlatamiz. O'zining maxsus penasi bor, aka, fibra deydi. Buni fibra betondan deb eshitdi, fibra qo'shilgan uchun. Anaqa stiklatani nimasi bo'ladi buni. Bir-birini mahkam tishlab olish uchun qo'shiladi. Mayda tirishlarni oldini olish uchun qo'shilgan narsa. Mayda tirishinglar oldini oladi. Qumizqa nimalar ham, ishxonalar ham nimada bu narsa? Stiklatdan anaqasi bo'ladi. Buni 3-etagacha qo'yaveramiz aka. Mana yerdan turib. Endi mobodo baland uylar bo'lsa, 9-8 etagacha ham qo'yib beryapmiz. Faqat apparatlarimizni, narsalarimizni kran tepaga olib beradi. Qo'yib beramiz unaqa joylarga ham. Kransiz necha etaj qo'yib berasiz? 3-etagacha qo'yamiz, 3 gacha. 3 etaj qo'yib beraverasiz. Xo'p, uyda egasidan sizga nima talab qilinadi? Bizga asosan aka suv bilan to'kib bersa, tabiat qilib beradi. Ko'proq borgan joyimizda bir kun ishlaymiz aka. Bir kun ishlaysiz? Bitta tabiat qilib beradi. Qo'yib beramiz. Endi G'ayrat aka musofirdanglar bor. A'dan turib sizga pul o'tkazish, o'sha yerdan turib dogovor qilish imkoniyati bormi? Bor. Aka, ko'pchilik telefon qiladi menga, Rossiyadan, mana chet ellardan, masalan, Amerikadan telefon qilishyapti-da. Yaqinda yurgan musofirlarimiz bor. Qilsa menga uyda yurgan dadalari bo'lishi mumkin, bo'lmasa o'rtog'i, yarimi, qo'ni qo'shnisi bo'lsa ham bitta lakasa tashlab bersa, bobor hamma yoqda o'zimiz olib borib bitirib berib kelamiz. Shu bizga suv bilan to'kdi ko'rsatib qo'ysa bo'ldi. Qolganini o'zimiz ishlaymiz. Ulardan hech narsa talab qilmaydi. Abad qilib berishadi, joyida ko'rsatishadi. Nima qilib bersa, xudo xohlasa chiroyli qilib qo'yib beraman aka. Eng qiziqarli joylaridan. Necha santimetr qo'yamiz, puli qancha bo'ladi? Xo'p, vodiy bo'ylab 45 ming so'm mahsuloti, xizmati, tagiga solid materialimiz bor. Hamma yoq ichida aka. Qalinligi 7 santimetrdan 10 santimetrgacha bo'ladi. 7 santimetrdan 10 santimetrgacha bo'ladi. Qurigandan keyin razmer o'zgaradimi, o'zgarmaydi? Yo'q, aka, 10 qo'ysak 10 qoladi, 5 qo'ysak 5 qoladi. 5 qo'ysangiz 5 qoladi. Narxi o'zgaradimi 5 qilinsa? O'zgaradi, aka, o'zgaradi. 5 qo'ysak salon arzonroq qo'yib beramiz. 10 qiladigan bo'lsa, o'sha vodiy bo'ylab 45 ming. 45 ming so'm. Kvadrati. Xo'p, polni necha pul qilib beramiz? 55 ming so'm lazerni urunga qo'yib tekisda qo'yib beraman. Endi 55 ming bo'lishining sababi aka
sal retsepti boshqacha bo'ladi. Nima edi, mahsuloti boshqacha bo'ladi. Ana shuning uchun vaqt oladi, lazerga qo'yib, tekislab qo'yib beramiz. 55 ming so'm. Xo'p. Eng minimum necha kvadrat olasiz aka? Eng minimum 100 kvadratdan abag'da bo'lsa borsak bizni qoplaydi. qoplayveradi. Uni pastda bo'lsa biz apparatlarimiz katta, mahsulot, xizmat, ustalarga xizmat haqqi beriladi. Hamma bo'lgani uchun, aka mana material olgani uchun qoplamay qoladi. 10-15 kvadratga bo'lmaydi. Unaqa ozroq bo'lsa to'g'ri kelmay qolyapti aka. Ha, 100 kvadratni atrofida. 100 da abag'da bo'lsa, Yonaverida bo'lishi kerak. yaxshi bo'ladi aka. Xo'p. Endi aka yana bitta savol. Xo'p, loylanbos qiladigan bo'lsak, ko'pchilik qurilish qilayotganlar yoshi katta odamlar. O'shalarga tushunarli bo'lishi uchun gapirib o'tib ketaylik. Loylanbozda nima qamish tashiydi, hashar qilinadi, paqirlab loyla olib chiqib bosiladi, og'ir bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, uni ham ko'pchilik aytadi, issiqda ushaydi, sovuqda ushaydi deydi. Bundan ko'ra buniki afzalroqmi, yo'qmi? Aka bu mana shu 10 quyyapmiz, Ha. 10 quyganmiz aka 30 sm loydan vazifasini bajaradi o'zi. 10-30. Misol maytda mana nimamiz bor edi aka. Mana shu narsani aka, mana shu nimani anaqasi. Mana gazni ustiga qo'yib qo'yingda, meniki issiq o'tmaydi. Bag'aga o'tmaydi. Ha, bag'aga issiq o'tmaydi. Gazni ustiga qo'yib qo'ysangiz. Ha. 1 soat tursa ham meniki issiq o'tmaydi. Bag'aga o'tmaydi. Mana shu ichida tayda qoladi. Tayda turaveradi issiq. O'shani o'zi savolga javob bo'laveradi. Ha aka, buni inson nima deydi, pajarning nimasiga xavfsiz bo'ladi aka. Misol tomda simlar qisqa tutash bo'ladi deydi-ku. Unaqa ham xavfsiz bo'ladi. Bexijolat. Anaqa nimasi bo'lmaydi, xavfsiz tomoni yo'q aka buni. Buni demak biz loylanbozda ina markasi desak bo'laverar ekan-da. Aka, xudo xolasa. Yangi zamonaviy varianti. Yengil bo'ladi aka. Mana misolda mana ustiga misol chiqib, mana buni usti bosdingiz ham aka mana bemalol ko'taraveradi aka bu. Suvga ham solib qo'yibsiz? Mana aka suvda mana yengil bo'lgani suvda cho'kmaydi aka. Suvda cho'kmaydi. Bu yerda turaveradi. Suvda cho'kmaydi, o'tda yonmaydi. Yong'in xavfsizligi ham yaxshi. Bexijolat. Yonmaydi umuman. Shashli-pashli qilib cho'g'ib qolib ketsa ham yonmaydi. Yonmaydi aka. Xudo xolasa. Do'stlar, G'ayrat aka mana penna beton qilib beryaptilar tomlarga. Mana shu yerda ertaroq boshlaganimizda 1 kun, 1,5 kunda tugatib yuborardik deyaptilar. Kechroq boshlashgan ekan 2 kunda tugatib beramiz deyaptilar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsataveradilar. Vodiy bo'ylab o'sha narxlarda, qolgan joylarga yo'lga xarajat bo'lgani uchun kelishilgan holatda bo'ladi do'stlar. Yana bitta narsani eslatib o'tishimiz kerak. Gruppa necha kishi boradi masalan 200 kvadrat joyga? Xo'p, aka bir kattaroq biz katta gruppa jo'natamiz. 4 kishi, 5 kishi bo'ladi. Agar bu bir 800-900 bo'lsa, kvadrat 1000 bo'lsa, 5-6 kishi boriladi. Boshlanadi, xohlasa tezroq bo'ladi shunda. Shogird tushaman deganlarchi? Ha, shogird chiqaramiz xohlasa. Telefon qilsa bo'laveradimi? Bo'ladi. Xudo xolasa bo'ladi aka. Telefon qilasiz, agar shunaqa biznes qilishga qiziqqan bo'lsalaring. Pastga raqamlar qoldirdim. Like bosib, Malades O'zbegim ustalar yangilik qilishyapti, poddesh qilib, kommentariyada fikrlarini yozib, bang'illatib, uy qurilish qilayotganlarga jo'natib, yangi bo'lsalar albatta podpiska qilib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.